Bugun o'zim haqimda gaplashamiz. Meni ismim Shahnoza, 2 nafar farzandim bor, oilaliman. Uyda o'tiraman, lekin 6 yildan beri onlayn biznes bilan shug'ullanaman. Meni birinchi biznesim YouTube platformasiga videoroliklar joylash orqali kulinariya kanalini ochganman va u yerda shirinliklar, ovqatlar, har xil turdagi pishiriqlarni pishirib chiqarib, videorolik joylaganman va monetizatsiyalar yongan, pul ishlaganman videolarim prosmotr orqali. Bilmaganlar uchun YouTube prosmotrlar uchun pul to'laydi. Yaxshigina ishlab kelayotgan vaqtimda urush boshlanib qolganda Rossiyadagi prosmotrlar uchun YouTube pul to'lamay qo'ygan va meni dohodim tushib ketib qolgan va uni to'xtatganman-da, TikTok ko'rib o'tirganimda tarmoqli marketingni reklamasini ko'rib qolganman. Bu meni eng to'g'ri qilgan qarorim bo'ladi. Ya'ni shu biznesga qo'shilganman. To'g'risi boshlanishida hech narsani tushunmasdan qo'shilganman. Lekin hozirgi kunda bu narsa meni hayotimni tubdan o'zgartirib yuborgan. 6 yil oldin shu biznesga qadam qo'yganim, u YouTube'da pul bermay qo'yish ham bejizga emas ekan. Shundan bilamanki, bir narsani bizni qo'limizdan oldimi, bizga undan-da yaxshisini berish uchun bo'ladi. Bu narsaga albatta ishoning, chunki meni hayotimda juda ko'p bu uchragan va tasdiqlangan holat.